Muqaddas kitob aytadi: xushxabarimiz sirli, to'siq parda ortida turganday bo'lib tuyulsa, u halok bo'lganlargagina shunday tuyuladi. Bu dunyoning xudosi iymonsizlarning ongini ko'r qilib qo'ygan. Shuning uchun ular xushxabarning nurini ko'ra olmaydilar. Bu xushxabar Xudoning aniq tasviri bo'lgan Masihning ulug'vorligini ko'rsatadi. Bu nimani anglatadi? Muammo Xudo jimligida deb o'ylamang. Muammo shundaki, inson ko'rmaydi. Lekin keyin umid bor, zulmatdan nur porlasin deb buyurgan Xudo yuraklarimizni yoritdi Iso Masihning yuzida. O'sha Xudo nur bo'lsin deb aytgan zot sizning yuragingizni ham nurini yoqa oladi. Savolni nur bormi yo'qmi deb emas, savol siz ko'ryapsizmi, ko'zlaringizni ochyapsizmi? Shunday bering. Izohlarda yozing, obuna bo'ling, layk bosing va ulashing.